120 kvadratmetrlik tok su, gaz, yer tegdi istaydigan bütün eslarlar to'liq dükkan mana bu. Mayli oshxona qiling, mayli shirkat qiling, to'y film to'y rasm tadqiqot qilasiz bularda. Dükkanning oldi sharoiti mana ayni kishak. Boshda qaysin ma boshqacha dükkanning marasimi motomin chigirab turibdi qataman o'sha yerda. Sharoiti bunday yaxshi mana. Bu dükkanni faqat 30 ming pul tuzatmoqchi. Undalab qolsa dükkanning ishi marhamat, dükkanning ishi g'azab bizaklik. Mana dükkandan bizek avval qaysin mentor bütün eynekdan mana. To'y ko'ynak ijara qo'ydigan, to'y ko'ynakchilik qildigan yoki mashina bizakchilik qildigan har qanday odamga bo'laverdi. Dükkanning sharoiti pek yaxshi. 120 kvadratmetr dükkan ishlik ijozasi 45 ming ichayotgan. Mana 2 qavat qilib to'pildirib chiqara qilib olgan mana. To'y ko'ynakchilikka qasab maskilada. Lekin mavla masajatdan nim bo'ldi-mish bilmadi. Dükkanning har tamda yoki o'rinishdan tutmadi. Lekin dükkanning anlaşılır baqa degan gap bilan bu dükkanni ketmoqchi. Men qaramasam ish xizmat to'pi chiqqan peshtiqa. Mana men deb qo'ysam men bir ayrim chiqsa ekan, mashkiga to'pi ekan, to'pi chiqsa olmay chiqsam bo'ldi. Mana men deb qo'ymasam butun girim uchi qildigan, choch qildiganda gaqil basan bo'lar ekan. Qashqar shahrimizda bu dukkan bizni qolib qolsanglar mana sharoitda xiliyam emas dukkandan mana. Ikki qavat sharoiti bor. Rasmxona qildiganligim bo'ldi, 45 ming pulga qazanchilik mi ya? Shirkat qildiganligim tamamen bo'lardi. Bundalab qolsa ixtilom chegramizda qolsa ikki buni birini deb aytma. Bevosita aloqalashib dukkanga kelib ko'rib biqib, qolgan tafsilotni kelib yarg'an ya dish pasalamada dükkan 30 ming pul qoldi. Aloqalash numarasi 186 99 86 18 44. Mush numarani shunday saqlab qo'yib, qolgan tafsilotni davlat vaqtida qarshiladigandan keyin sultan bilan chiqishingizda o'nqildirib qarasangiz mana bunda qarasanglar nurg'unda marasma dükkan ekan. Xayr qo'shamiz.